Bu videoda biz kompyuter bilan ishlash davomida eng ko'p uchraydigan ikkita yirik muammoni hal qilishni o'rganamiz. Ya'ni muammolar asosan Microsoft Office'dagi barcha ichki dasturlar bilan ishlayotganda shunaqa muammo chiqadi va Windows aktivatsiyasi. Ya'ni deyarli 90% insonda hamma kompyuterlarda shunaqa muammo bor. Lekin menda yo'q va sizda ham shu muammoni yo'q qilish uchun bitta dastur bor. Shu dastur orqali ikkita muammoni ham birdaniga hal qilsa bo'ladi. Buning uchun bizga shu dastur kerak bo'ladi. Bu nima ochilgan kanal, o'sha yerdan yuklab olsanglar bo'ladi va bu menda hozircha yuklangan. Bu dasturni ochishdan avval biz Windows operatsion sistemasi, ya'ni 11 operatsion sistemasida uni himoya sistemasini o'chirib qo'yishimiz kerak. Birinchidan ikkinchisiga kiramiz va shu ikkita tugmachani o'chirib qo'yamiz. O'chirdik. Endi esa bu faylga kirsak bo'ladi. Открыть. Men yuklab olgandim buni avvalroq. Keyin fayl ichiga kiramiz и birinchisini ustiga kalitni bosamiz va fayl ichiga kirishga ruxsat so'raydi. Dada bosamiz. Ikkalasini ochdi. Ikkalasini biroz kutib, ikkinchisini ham bosamiz. Birinchisi aktivatsiya bo'ldi. Endi activate Office. Ya'ni Office'ni barcha nimalardagi dasturlarda chiqadigan mana bu muammo yo'qoldi. Ko'rishingiz mumkin mana. Hammasi activation successful. Buni o'chirib qo'yamiz. Va oxirida ishlashda oxiriga yetganda ham bularni yoqib qo'ysak bo'ladi. Endi esa kamida bir 6 oycha bemalol kompyuter bilan bemalol bu muammo hamda bu muammodan qutulib bemalol ishlasangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar.